Assalomu alaykum. Toshkentdamiz. Versal to'yxonaning orqasidamiz. C27, markaz 27damiz. Mana bu yerda parkovkamiz bor. Mana o to'rida Versal to'yxonasi 200 metrda. Mana shu birinchi qavat sotilyapti egasidan. Ofis qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, yashasa ham bo'ladi. Shuni bo'lishib qo'yaylik, yoritib qo'yaylik dedik. Kimdir qidiryapti shunaqa markazdan 2 xona uy. Mana bu yerdan eshik ochib o'zingizlarga sharoit qilaverasizlar. Mana yerda dushovoylari bor. Mana uy zo'r, fayzli xonadon. Kimga kerak aloqaga chiqaverasizlar egasidan. Notariusda qo'l qo'yadigan odam shu yerda turibdilar. Ukamiz bo'ladilar. Mana bu yoqqa ham dushovoy qilishgan. Mana yotoqxona. Kimga kerak tez aloqaga chiqadigan joyi. Mana mehmonxonasi ham kattagina. Podvolidan ham foydalansanglar bo'ladi. Parkovkasi bor.